Mana shu joyda katta teshik bor edi. Qani nafas olib ko'ring-chi. Zo'r. Qanaqa nafas? Aytdim-ku, hayotga boshqatdan kelganday bo'ldim deb. Xo'p, bu bemorimizda taxminan 1 oy oldin septoplastika plus perfa yemaganmiz, ya'ni burun to'siqlarida teshik bo'lgan. Teshik ham taxminan 1.8-2 sm atrofida edi o'lchami. Bugun mana splentlarni yechdik. To'siqlari alhamdulillah juda ham chiroyli bitibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda katta teshik bor edi. Hozir mana xuddi o'zlaringidek bitib turibdi, nafas yo'llari to'liq ochilib turibdi. Qaraymiz, ikkinchi tarafingizdan. Mana iplarini bir haftadan keyin olamiz, choklarni. Loskut pastlardan olib qo'yilgan, mana o'rnlari juda ham chiroyli bityapti, nafas yo'li to'liq ochiq, nafaslari yaxshi tiklangan. Xudo xolasa, qani nafas olib ko'ring-chi. Zo'r. Qanaqa nafas? Yaxshimi? Aytdim-ku, hayotga boshqatdan kelganday bo'ldim deb. Hammasi yaxshi, alhamdulillah, joy-joyida bityotgan ekan.